ikkinchisini ham tushirib bo'ldik. Endi bu ikkita naryoqqa, narginda 4 ta, 5 ta bu yoqqa, 5 ta bu yoqqa. Buni ham tushiramiz. Assalomu alaykum, Mo'yqatdan obunachilari. Akalar, xonamizni isitish tizimini boshlaganmiz. Tonni podacha apparatgalar tortilyapti. Madringning ahvoli. Sherilar menga baqiryapti bo'l tezroq. Tonni nari tomondan kelyapmiz, qilib bitkizib boryapmiz. Podacha apparatgalar katullarimizni ichkariga o'rnaydi. Har bittasi 50 sotidan 50 soti bo'linib ichkariga o'rnaydi. Nimaga tashqariga emas ishlar mumkin. Endi tashqaridan bu yerga 100 metr, 150 metr joyga turba tortib kirguncha ukolon tepaga chiqib ketadi. Bu aytgan effektni bermaydi. Ya'ni issiq suv qaytishi nihoyatda balandda bo'lib ketadi. Ya'ni bu podachimiz asha latotaga borib qolishi mumkin. Shuning uchun buni ichkariga olib kirib o'rnatib, imkon qadar issiqlikni pastga bersak, pastdan avtomatik o'zi fizika qonuni tepaga chiqib ketadi. Endi ataplikni tegizmoqchi bo'lsangiz, imkon qadar eng oxirgi nuqtasini, mana bizniki eng oxirgi nuqtamiz mashat. Imkon qadar tagini yerga tekkizing. Qolgan joyi esa tonni ukolon bilan tepaga ko'tarilib ketadi. Ya'ni metrga 1 sm ukolon bo'lsa, kapamiz 7 metr bo'lsa, ashi stokiga tagiga borguncha 7 sm ko'tariladi. Endi yarim santimetr ukolon ham qo'ysa bo'ladi, lekin imkon qadar metrga 1 sm ukolon qo'yilgan yaxshi. Mana shunimiz tonni bolda keldi. Hamma joy metrga 1 sm. 100 metr bo'lsa 1 metr ukolon, 50 metr bo'lsa 50 sm, 60 metr bo'lsa 60 sm ukolon qo'yiladi. Havo chiqib ketishiga ham, suv tarqashiga ham barcha joyga nihoyatda yaxshi, nihoyatda zo'r effektini beradi. Endi bu yoqqa turbalarimiz kelgani yo'q hali. Kelsa mana shu joylarni tortib, chiroyli qilib ular sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Endi bu tomonlarni podacha apparatga ichida tortib qo'yganmiz, bordi keldi qilib. Atvotlari yo'q. Atvotlarni urib turamiz desak, atvot ham yo'q. Endi tashkilotning ishi pul tushish kerak. Pul tushgandan keyin firmaga pulni surib naqd pul qilish kerak, xullas bozordan olib kelish kerak. Shuning uchun mana shu holatga olib kelib qo'ydik. Mana bordi keldi. Mashinamizda ham har birida 1 sm, tepasi ham 1 sm borib kelguncha shunaqa holat. Eng past joy mashat bo'lsa, borib turib, mana shu ham 1 metr, metriga, bu qaytishi ham 1 metr. Metriga ukolon. Barcha joyi shunaqa. Bitta, ikkita, nari tomon bilan 3 ta, 4 ta, 5 ta kat yo'limiz o'rnaydi. Ya'ni 5 ta kat yo'limiz o'rnasa 50 sotidan bo'lsa 2,5 gektar joyni Xudo xolasa boshlaganimizga yetata bir hafta bo'ldi. Niyatimiz bir 20 kunlarda shu 2,5 gektar joyni 20 kun, 25 kunda chiroyli qilib topshirishlik. Buni kat yo'limiz mana shu joyga qo'yiladi. Mana shu yerga qo'yilgandan keyin eng past joyimiz shu yerdan kat yo'lga kirib ketadi. Podachasi bu ikki tomonga tarqaydi. Bu ikkoviga bitta kat yo'l. Ikkovi bir-biriga uriladi. Bu tepa ham bir-biriga urilib turib, kat yo'lni o'rnatganimiz chiqib turib, o'rtasiga urib qo'yamiz, ikki tomonga teng tarqaveradi. Buni ham olib kelib turib, xuddi shunaqa qilsak, ikki tomonga bir xilda suv tarqaveradi. Endi savol bo'lishi mumkin, bu tomon bilan bu tomonni metri bir xilmi deyish mumkin. Yo'q, yetata bir 5 metr yoki 6 metr farq qilib qoladi. Mayog'imiz 6 metr uzun, bu tomonimiz 6 metr kalta. 6 metr kalta bo'lsa, metrni o'lchab turib, necha metr bo'lsa, metrga 1 sm dan ukolon qilib qo'yilaveradi. Bu tomonimiz 60 metr, 60 sm. Bu tomonimiz 50 metr, 50 sm. Bir xilda suv ketaveradi. Bir xilda suv borib, bir xilda tarqab kelaveradi. Endi bu tomon kalta tezroq qaytib oladi deyishinglar mumkin. To'g'ri, menga podacha urganimizda imkon qadar ashuni hisobga olamiz. Nisbatan bunga nisbatan jicha buni teshigini jinday kichikroq qilib qo'ysak, bir xilda tarqab ketaveradi. Endi mana shu joy birinchi tochka bo'lib qoladi. Podacha apparatga. Mashina o'zidan
qaytib olmaydimi degan savollar ham bo'lib qolishi mumkin. Endi teshigini, mashina teshigini yaqinligi uchun getayda bir kichikroq qilib turib teshamiz. Eng yaqin joyini jicha uzoqroq, jicha kattaroq, yana kattaroq, yana kattaroq qilib suvni bir xilda tarqaydigan qilib qo'yamiz. Shunda katyolga yaqin bo'lgan joy bir zimda aylanib qolmaydi. Qisilish hisobiga barchasi bir xilda, bir tekisda aylanib keladi. Sentralniy podacha obratkalarni ham 76 likda qilib qo'ysa bo'ladi. Lekin bu joy kattaligi uchun 89 likda qilib qo'ydik. Suv qisilib bir dimlanish holat bo'lmasligi uchun. Bunda ham aylantirsa bo'ladi, bunda ham aylantirsa bo'ladi. Effekti bu 89 lik yaxshi, chunki barcha suv mashinadan tarqaydi. Barchasi yana mashinaga yig'ilib katyolga kirib ketadi. Endi bu tomonlarimiz mana shu joyga kelib to'xtadik. Mana qani bu tomon ham shu yerga, bu tomon ham shu yerga. Agar mo'ngga ham bir qatordan tortib qo'yganimizda esa, bir qatorda tortib qo'yganimizda edi, 1 gektar joy mana shu tomoni bitardi. 50 sotik. 1 gektar joy bitasi. Bu yog'imizda esa 3 gektarlik joy qoladi. Endi mana bu joyimizdan podacha obratkangiz bu yoqqa, bu ham podacha obratga bu yoqqa, bu katyolda endi mayat ochiq qoladi. Buniki ketyapti, o'zida qaytyapti suvga. Buniki ham ketyapti, o'zida qaytyapti. Bu yerda hech qanaqa bir nima desam bo'ladi, keragi yo'q bunga. Ya'ni sovuq bo'lmaydimi, boshqami deyish mumkin. Endi bu yerda mana shu joy qolyapti. Bu joylarda turbalar bor. Bu tomonda ham turbalar bo'ladi. Faqatgina 7 metr joy qolyapti. 7 metr joyni issiq sovuqligi bir xilda havo aylanib oladi. Hali bir ekinga boshqaga zarari yo'q bu narsa. Bo'lib ham kapani o'rtasi, agar ikki chekka bo'lganda, salapan tay bo'lganda sovuq qisib bir zarar yetkazishi mumkin edi ekinga. Bu ham shunaqa yig'ilib turib o'rtaga kirib ketadi. Kulollarni har birini 50 sotikni o'ziga alohida olyapmiz. Ya'ni yerni past balanti bu. Agar hammasini pastga 89 lik podacha obratkani bir xil qilganimizda, yerni eng baland tomoni naryoqda, ashinga moslab kelganimizda nihoyatda baland bo'lib ketadi. Yoki katyonni tashqariga qo'yganimizda bular nihoyatda baland bo'lib ketadi. Chunki mana shu o'rtaga tashqaridan kirishlik uchun gedeta bir 100 metr joyga turba tortib kelishimiz kerak edi. Bu holatda kelmasdi. Podachani o'zi, obratkani o'zi mana shu joyga chiqib qolasdi. Podacha bordi keldi, endi latoytaga chiqib ketasiz. Xullas, eng zo'ri mana shu ichkariga qo'yishlik. Endi uklonsiz qilib olib kiradigan bo'lsak, unda nihoyatda muammo bo'lib ketadi. Akalar, xudo xolasa qo'limizdan kelgancha yana bitkizganimizdan keyin videolarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa, albatta buning uchun uzr. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta podpiska tugmasini bosib qo'ying. Qo'ygan videolarimiz sizga borib turadi. Yoqqan bo'lsa like, kommentga albatta o'z fikringizni bildirib qoling.